Bog'chaga qilingan basseynimiz 2 yil oldin qilingandi. Hozir bir remontga keldik. Qilingan vaqtda videoga ya rasmga umuman tushirilmagan. Hozir endi ko'rib chiqamiz. Bog'cha batareyalar qo'yib chiqilgan, aylantirib isitish uchun ob'em katta. Bu razmeri 4.5 ga 9.5 edi. Точно esimizda yo'q u narsa. Chuqurligi ham 50 sm nari qilingan. Basseyn 2 ga bo'lingan. Bu tomon sayozroq, bu tomon chuqurroq qilingan. Mana bu yerdan devorcha qo'yilgan, lekin filtratsiyasi hammasinikiga bitta qilingan ikkovniki ham. Mana bu kichkina tomon uchun bitta skimer qo'yilgan. Katta tomon uchun ham bitta skimer qo'yilgan. Mana bu tomondan ko'rinishi mashinamizda. Mana bu kichkina tomonimiz uchun qo'yilgan skimer. Suvimiz loyqab ketgan, 2 haftadan beri ishlatmagan ekan. Juda suv oqqanligi uchun. Mana bu ikkinchi skimerimiz. Qo'yilgan. Bu yerda nasosimiz qilingan. Nasosimizga ham voy. Nasosimizni ham hozir ko'ramiz. Endi tushunamiz kerak bu. Voy, chuqur ekan. Mana bu nasosimiz. Endi qanday qilib ko'rsatamiz buni? Nasosimizda faqat filtr bitta nasos qo'yganmiz. Mana bu ikkita ventilimiz skimerdan keladi. Mana bu ikkovsi nimadan tortiladi. Trapdan tortaydigani. Nasos tortib filtrga beradi, filtrdan chiqib bakoy forsinkalarga chiqib ketadi. Mana bu teplab mendagimiz ozgina xira tushiryapti. Teplab mendagi qo'yilgan suvni, basseyn suvini qizdirish uchun. Bu yerda bitta nasoschamiz qo'yilgan, sirkulyatsiya nasos. Issiq suvda aylantirib turish uchun. Bitta patpetga berilgan, nasosni o'ziga qo'yilgan. Xo'sh, bu yerda filtr suvlari chiqib ketishi, bakoy forsinka o'shalarga. Qo'shimcha narsalarimiz yo'q bu yerda. Svet, transformator, shunga o'xshagan narsalar.